Yaxshimi do'stlar, bugun sizlarga 9 gardan zanjivil sharbati chayi tayyorlashni hozirlag'i sundik. Zanjivilning foydali taraflari nihoyat ko'p bo'lib, qisqasi chashni quvvatlaydi, qonni jonlantiradi, immunitet kuchini yuqori ko'taradi, yuqumli kasalliklarni oldini oladi. Zanjivil sharbati chayimizmi o'tkir yuqumli zukam ham shundaqla zukamni bo'lgan agashim kasalliklarga manfaat qildi. Aldı bilan zanjivilni yuvib, axlab, ezish mashinamizda ezib olamiz. Agar ezish mashinangiz bo'lmasa, qirg'ish bilan qirib, ushoq holat keltirib olsangiz bo'ladi. Andan buni bir qachiga silib, ustiga tayyor qilib olgan hasanimizni to'kamiz. Hasanni qo'yib bo'lgandan keyin yaxshi aralashtirib, quruq pokiza aynan qachiga silib, og'zini him etib, to'nglatqining normal saqlash bo'limchasida qo'yib qo'yamiz. Agar tatliqaroq holatda ichmoqchi bo'lsangiz, hasanni ko'proq silib, tanshab iste'mol qilsangiz bo'ladi. Buni iste'mol qilganda tayyorlab qo'ygan aynan qachimizdagi zanjivil sharbatidan 2 qo'shiq stakanga silib, buningga qaynayotgan qaynoq suvdan quyib, nihoyat yaxshi aralashtirib iste'mol qilsak bo'ladi. Rahmat sizlarga do'stlar.